Rahimjon Sabiraji 1944 ve 1949 yıllardaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin İçki İşler Ministri bolgan Rahimjon Sabiraji 1906 yılı G'uljidagi meşhur marifetlik ailelerden biri bolgan Sabir Hacılar ailesinde dünyaya kelgan. Sabir Hacı'nın Nusret, Zeynavuddin, Ahtenbay ve Mesud qatarlıq oğulları bulup, Rahimjon çoğ oğul Nusret'nin oğlu. Şundaqla Mesud Sabiri'nin ciyani idi. Kichkidilla Sabir Hacılar ailesinin marifetlik qo'ynida milli ruh bilan tarbiyalangan himmetlik Rahimjon 1930 yıllarning başlarındaki milli aqartish ve uyg'unish harakatlariga aktiv ishtirok qilgan. Rahimjon Sabiraji 1934 yılı 9 Mart'ta kurulgan İli vilayetlik Uyghur Aqartish uyuşmasının heyet azalarının biri idi. Şunundan başlap Rahimjon Sabiraji G'uljidagi madaniy ma'rif ve milli uyg'unish hareketlerinde muhim rollarını oynagan G'olluq kishilardan bolup qalgan. U yana ilida milli azatlık inqilobi boshlanish arpasida, ya'ni 1944 yılı 4 ayda maxfiy holda qurilgan azatlık tashkilotining 12 nafar a'zosining biri idi. Şu yılı 7 noyabrdaki G'ulji qo'zg'oloni g'alaba qilib 12 noyabrda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti jakarlanganda Rahimjon Sabiraji bu hükümetning Ichki ishlar ministri vazifasini ustiga olgan. 1945 yılı 9 ayda Milli Armiya g'albi seri ilgirilab Manas daryosының g'arbiy qirg'iqiga yetib kelgan hal qilg'ush paytda elidagi Sharqiy Turkiston hukumati Sovet ittifoqining qisitishi natijasida Gomindang taraf bilan Urumchida tinchlik suhbati o'tkazishga majbur bo'lgan. Alixon Tören başçılıkındaki milli hükümet Rahimjon Sabiraji, Obul Xayri Töre ve Ahmetcan Qasimi qatarlıq 3 vekilini Ürümchiga söhbetge avatgan. 1946 yılı yazda 11 bitim imzalanıp atalmış ülkelik birleşme hükümet kurulganda Rahimjon Sabiraji İçki İşler Nazaretining muavin naziri bolgan. 1947 yılı yazda mazkur bitim buzulgandan keyin G'uljiga qaytib muhim rahbariy xizmatlarda bolgan. Tarix chaqi 1949 yılıga kelganda bütün Sharqiy Turkistonning siyosiy klimatida keskin o'zgarishlar yuz berib, shu yilning oxiri Stalinning bevosita yordamiga erishgan Qizil Xitoy banditlari shu yili 22 oktyabrdan toki 1950 yılı Etiyoz pasligicha bütün Sharqiy Turkistonni to'liq ishg'ol qilib olgan. Yeni düşman Sharqiy Turkistonga hech qancha kuchmayla erishgandan keyin xalqning tuyuqsiz qo'zg'alib ketishidan saqlanish uchun eng oldi bilan bütün Sharqiy Turkiston miqyosida otlar va qurol yaroqlarni yig'ib olishga boshlagan. Arqıdınla yuqorqi sobiq milliy cumhuriyetning tayanch kishilarini turli bahonalar bilan yo'q qilishga boshlagan. Az bir qism peshqadam inqilobchilar Sovet ittifoqiga chiqib ketib aman qolgan bo'lsa-mu, biroq Rahimjon Sabiraji, Muhammadjon Mahsum ve Abdurahim Aysadek o't yurak inqilobchilar ve töhbikor zotlar vatanda odoqchi kurash qilish yo'lini tanlab olg'ashqa to'limi ichinishli holda qattiq qiyin qistoqlar natijasida shahid qilingan. Muhammadjon Mahsum 1951 yılı qo'lga ilinib 1955 yılı bir mezgil qo'yib berilgandan keyin 1957 yılı qayta qo'lga ilinib shu yili kuzda boshlangan atalmış yerlik millatchilik ve milliy bo'lginchilikka qarshi davlat terrorlik harakatida G'ulji shahrida to'limi sirli holda qazo qilgan bo'lsa, Abdurahim Aysamu shu yili 12 ayning o'ttirlaridan 1958 yılı 1 ayının 16 günügacha Wang Inmau'nun g'olchilari tarafidan qattiq haqorat ve sazoyi qilinsa-mu, tuz hukmiga 17 yanvar tong atar kechasi Urumchi shahrida suiqasd bilan pichoqlab o'ldirilgan. Hatta uning jasadi 3 kundan keyin G'uljiga aeroplan bilan elib berilib, soqchilarning nazoratida dag'dug'isiz dafn qilingan. Rahimjon Sabirajining taqdiri texmi ichinishlik bo'lib 1951 yılı qo'lga ilingan bu azimat
1955 yili bir mezgil qo'yib berilgandan keyin 1958 yili Abdurahim Aysoning o'limidan keyinla mustaqilchi cho'ng pan turkist ashaddiy yerlik millatchi deb ayblanib yana qo'lga ilingan. 1960 yili o'z navbatida nazorat ostida yashagan. 1961 va 1962 yillardagi ko'sh-ko'shdimi vatandan ayrilishni xohlamagan Rahimjon Sabiraji 1966 yili boshlangan atalmış madaniyat zo'r inqilobida tarımga sürgün qilinish orqali eng qattiq ziyonkashlikka uchrab qolmay, yana texi 1972 yili yozda kurash bilan o'zgartish harakatida qayta qo'lga ilinib, beshiga urilgan qattiq tayoq zarbisi bilan 1973 yili 11 ayning 21 kuni mingisiga qon tushib qazo qilgan. Sabir Hacılar Cemaati Uyg'ur yaqinqi zaman tarixidagi eng mo'tabar jamoatlarning biri bo'lib, bu jamoatkilarning Uyg'ur yangi ma'rifi va Sharqiy Turkiston mustaqillik kurashlarida unutilg'isiz buyuk to'hfalari bor edi. Şoňaşqa Xitoy tajovuzchilarining nazarida bu jamoatning a'zolari eng xatarlik dushman sanalib, har xil yo'llar bilan yo'q qilingan. Uyg'urlar bu jamoatning to'hfikor a'zolarini o'z qahramonlari sifatida mangu unutmaydi.